Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Xo'p, Sariosiyo to'polangdamiz. Mana bu tomoni karyer. Biz oldi mana shu yerda Katlavan yerda. Endi ko'pincha mana bu aeroport, Sariosiyoni sentrdagi bolalar, uzundi bolalari ko'p mana shu yoshligi to'polangda shu joylarda o'tgan. Suv dahshat. Bugun 27-iyun. Yozda jazirama issiq paytlar mana hamma ko'pchilik cho'milyapti. Biz ham cho'milgani keldik. O'sha eski to'polang. Suvlari yaxtakkina. Hozir biz narigi tomonga o'tamiz, birinchi cho'milamiz deb. Katlavanga. Yoshlik, beboshlik deydi-ku. Mana shu yerlarga erta bilan kelib, kechasigacha cho'milardik. Maza qilib suzardik. Hozir mana shu yerdan boshim tushar ekan. Tushib kelib bir cho'milib ketamiz hozir. Tushib keldik karyerga. Mana cho'milayotibdi. Malol sussa bo'ladigan joylarda. Dahshat. Mana bolalar. Narigi tomon to'polang. O, nerede bir kabul çıkolmayaptı bana. Ketdik Jalon. Ha. Ana. Suvda bitta ikkita sement nimalari bor ekan, lekin dahshat. O so'zda chiqsa bo'lmaydi o'sha.